Hello English learners, siz bilan Mashhura va ushbu video darsligimizda how much va how many iboralarini o'rganib chiqamiz. Bu ikkita iboralarni ham biz qachonki biron bir narsaning miqdorini so'ramoqchi bo'lganda ishlatamiz. Misol uchun qancha, nechta bo'lganda how much energy do you have? Qanchalik energiyang bor? E'tibor bergan bo'lsangiz how much dedim. Sababi energiya, biz qanchalik energiyamiz borligini sanay olmaymiz, to'g'rimi? Kam, ko'p deyishimiz mumkin. Shuning uchun ham how much ni ishlatamiz. Sababi how much sanasa bo'lmaydigan predmetlar bilan yoki narsalar bilan ishlatiladi. How many esa qachonki biz savol berayotgan narsamizni miqdorini sana olsakgina ishlatamiz. Misol uchun olmalar, gullar, insonlar, barmoqlar, kitoblar, xonalar, uylar va hokazo. Ya'ni biz nechta olmaligini sana olamiz, nechta barmoqlarimiz borligini sana olamiz, nechta gulligini sana olamiz, nechta daraxtligini sana olamiz. Shuning uchun ham how many ni ishlatamiz. How many books do you have? Nechta kitoblaring bor? How many people will be there? Qancha odam u yerda bo'ladi? Nechta odam u yerda bo'ladi? Ammo aytayotganimdek, how much energy do you have? How much coffee do you drink in one day? Ya'ni bir kunda qancha kofe iste'mol qilasiz? Kofeni sanasa bo'lmaydi, choyni sanasa bo'lmaydi. Nega? Sababi biz aynan qancha kofeligini sana olmaymiz. Uni faqat litrda yoki da qahva finjonda necha finjonligini yoki da necha litrligini sana olamiz. Lekin aynan kofe, choy, shakar, tuz, un va shunga o'xshaydigan narsalarni o'zini miqdorini sana olmaymiz. Ya'ni uni sanash uchun bizga nimadir ham kerak. Litr yoki da kilo va boshqa o'lchamlarga ko'ra o'lchasak bo'ladi-yu, ammo o'zini o'lcha olmaganimiz uchun how much ni ishlatamiz. Pulda ham xuddi shunday. How many money emas, how much money deymiz. Nega? Pulni sanaymiz-ku deyishingiz mumkin, ammo pulni biz sanaymiz kupyurasi bilan emas. Ya'ni donasiga qarab pulni sana olmaymiz. O'sha pulni ustiga yozilgan yozuvlarga qarab. Misol uchun bitta dona kupyurasida bo'lishi mumkin va o'sha kupyura bo'lishi mumkin 500 so'm, 5000 so'm, 50,000 so'm, 1000 so'm va hokazo. Shuning uchun ham pulga kelganda ham how much iborasini ishlatamiz. How many ni emas. Sababi pulni ham miqdorini o'lchash uchun biz donaga qarab o'lcha olmaymiz. Uni o'lchaydigan boshqa narsalari bor. Ya'ni o'sha yozilgan miqdori, o'sha pulda yozilgan raqamlarga qarab pulni nech pulligini o'lchaganimiz uchun uni ham biz how much deb savol beramiz. Umid qilamanki, how much va how many iboralarini farqini tushunib oldingiz. Buni yanada chuqurroq tushunishingiz uchun mashqlar qilishingizni maslahat beraman va mashqlarni men Telegram kanalimda qoldirib qo'yaman. U yerga o'tib, bemalol mashqlarni qilsangiz va qo'shimcha ma'lumotlarni ham o'qib chiqsangiz bo'ladi. Agarda sizga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni va like bosishni unutmang. Siz bilan kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Bye bye.